Salom do'stlar, bugun sizlar bilan yana o'sha X0 bo'ladi. Xo'p do'stlar, bugun nima qilamiz? Bugungi video maqsadi bugun dupe qilamiz. Ya'ni qanday dupe? Netherite dupe qilamiz. Xo'p, oldindan aytib o'tay. Mana bu alanga 5, ya'ni siz buni shop komandasi orqali alanga bo'lmadan olsangiz bo'ladi. Atiga 240 token. Va siz buni olganingizdan keyin buni ko'paytirsa bo'ladi. Qanday deysizmi? Xo'p, birinchi RTPga borsak. To'g'rilamiz. Va buni bitta oddiy Fortune kirib olishingiz kerak va buni bu yoqqa qo'yamiz. Va qo'ydik, yerga qo'ydik. Endi sindiramiz va bizda ikkita yana sindiramiz. Bizda yana ikkita yana sindiraveramiz. Va bizda ko'p bo'lib ketdi. Mana shunday qilib ko'paytirsa bo'ladi. Xo'p, men yetarlicha ko'paytirib oldim. Endi bundan nima foyda desangiz, shaxtaga borishimizga to'g'ri keladi. Xo'p do'stlar, bu serverda eng zo'r dupe bo'ladi deb o'ylayman. Xullas, server IP'si ekraninglarda. Xo'p, olganlaringdan so'ng ekraningdagi biz Netherite debris qaziymiz. Faqat eritilmaganligi kerak. Eritmaslik kerak uni. Xullas, bu Ancient Debris yig'ishga ulgurdik. Va bizga bu sayohatda, Minecraft sayohatida mana shuncha debris yig'dik. Demak, bu bizning rejamizga yetib qolishi kerak. Kerakmas buyumlarni sabzlar hisoblashamiz. Hozircha bizga kerak emas. Demak, borib erishimiz kerak. Xo'p, qazib bo'ldik. Endi Second, they will
ikkinchi odam o'ynayapti. Okey, yopamiz. Buni qo'yamiz va nezerit quymalarini yasaymiz. Va Bayer tugachasi komandasini bosamiz. Proda 5000 dan. Oddiy o'yinchilar uchun bu yaxshi narx, oddiy o'yinchilar uchun tushayish uchun bu yaxshi. Attiga Attiga 240 tokenga siz bu alanga 5'si sotib ola olasiz. Hop, buni qaysi mana qayerdan sotib olaman desangiz, ekraninglarda Telegram linkga qo'ydim, o'shanga murojaat qilaverasizlar. Bir token 3000 dan. Xo'p, bu videomiz sizlarga qiziqarli bo'lgan bo'lsa, keyingi videomizda bundan ham qiziqarli bo'ladi. Ya'ni keyingi videomiz X1'da ikkinchi qism, ya'ni yo'ldan kuchayishning ikkinchi qismini olamiz. Xo'p, bu video sizlarga yoqqan bo'lsa, like va podpiska bo'lishni unutmang. Eng muhimi, siz bu serverda men bilan o'ynashingiz imkoniyati bor. Nimaga kirmaysizlar? Xullas, bugun sizlar bilan X0 bo'ldi. Bu video dupe deyiladi. Hop, birinchi kirgan 10 kishiga men mana shu alanga 5 sovg'a qilaman. Ko'rsatib beraman. Mana bunday qilaman. Hop, alanga 5 sovg'a qilaman. Sizlar keyin dupe qilsanglar bo'ladi. Nezermaynni bilasizlar. Bitta kirka kerak Nezermayn uchun. Va sizlar uje toper bo'lasizlar. Video yoqqan bo'lsa like va podpiska bo'lishni unutmang va kanalga